ginekolog ko'rganlar, tekshirgan, o'sha birinchi stepen matkap pushayni deb aytganlar. Ular vaginalniy qildiringni tavsiya bergan. Turkiyada. Turkiyada, o'sha Istanbul shahrida. Mashalloh. Yo'q, keyin shu bilan keldilar. Endi baribir dugonalarimizni so'radik, qayerda nima, keyin siz tavsiya berdim, chunki o'zim mana o'sha 3-marta kelishim. Sразу siz hayolimga keldingiz, hamma daniyalaringizni berdim. Inshaalloh ular ham kelib, shifo topib ketadi. Inshaalloh. Men hozir shunaqa xursand bo'laman. O'zimni sodiq bitta klientim borlar. Vaginal ezilishni shunaqa ixlos qilib oladilar va rezultatini shunga yarasha Alloh taolo berdi. Alhamdulillah. Aytibdilar shu bitta o'rtog'im, mana o'zingizlar eshitdinglar. Turkiyada hattoki Istanbul shahrida ham katta ginekolog vaginal ezilish muolajasini tavsiya qilgan, aynan matkap pusheniyada. Matkap pusheniyani ko'tarmaydi, ishlab bermaydi deb aytayotgan anaqa intim trenerlar bo'ladi-ku. O'shalarga mana yana bitta o'ttirchadi.